أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Endi savoqdoshlar, bizning bugungi darsimiz mabnininki 8-qismi ba'd az-zuruf al-mabniya. Ya'ni ravishlarning ichidagi bir qism mabnilar haqida darsni so'zlab ketayotgan. Biz oldingi darsda vaqt munosabati bilan ravishlarning ichidagi mabnilarninki bir qismi qolgandi. Asosan mabni to'g'riq tushunchalarni, mu'rab to'g'riq tushunchalarni kundalik darsda so'zlab kelyapmiz. Bugun ham biz shu oldingi darsning oxiri so'g'achqa bevositalam ulab davomlashtirib mengveraylik. Yani biz oldingi darsimiz deganimizdek ravishlarning hammasi arab tilida mabni emas. Bunun ichida mabnilar va mu'rablar bor. Bizning so'zlaydiganimiz faqat shu mabni qismi. Ya'ni alohida askartib qo'yishga tegishlik bo'lgan bir nuqta ravishlarning ichidagi grammatikalik o'rinning o'zgarishiga ergashib, mayli u grammatikalik o'rinda qanday shaklda kelsin, so'zning oxirida o'zgarish yuz bermaydigan nuqtasini ham so'zlab maqamiz. Buning boshqa alohidaliklarini qo'shimcha shaklda tilg'ab maqsaqmi, asosiy muddaoyimiz shu mabniligini isbotlash. Shunga tezroq maqsaq bo'laveradi. Chunki bu yerda kelgan har bir so'zningki bir tavalliki bor. Biz kitobimizning ichida shu tavallikda buning ahvolini tafsiliy so'zlaymiz. Faqat bizning hozir oldingi darsimizdagi azruful mabniya, bugungi darsimizdagi azruful mabniya da faqat shu so'zlarningki mabniga tava ekanligini. Ham o'quvchilarimizning o'zining ehtimomini shu yerga bir şey kerak ki shu yerga ahamiyat berish kerakki, so'zda faqat mabni. Cümledeki grammatikalik o'rni nim bo'lib kelsin, o'zining shu holatini saqlaydi. Bir xil holatini saqlaydi. Shu nuqtani oldingi bugungi darsda alohida ching tutish kerak o'quvchilarimiz. Andoz kelayli, shu mabnilarning ichidan ayni bilan anna kelgan to'q. Ayni bilan anna biz hozir davatgandek mabni ravishlarning qatoridan. Bularningki asosiy roli istifhom. So'roqni ifodalash uchun keladi. Masalan ayna o'rinni ifodalab so'roq vasf bo'lib keladi. Masalan qayerda degandek anna bu o'rinni ifodalab so'roq vasf bo'lib keladi. Annaning o'rinni ifodalashdan boshqa vaqtni ifodalash ma'nosimi bor. Buning qolgan tafsiloti inshaalloh balog'atlarda va kitobning boshqa taraflarida chiqadi inshaalloh. Bizning hozir o'rganmoqchi bo'lganimiz ayna va anna. Buning tarjimasi qanday bo'lib ketsin? Yoki uning qartilma ma'nosi, masalan, makan bi ma'nal istifham dedi. O'rin uchun istifham ma'nosini degani, buning istifham roli bor. Bunda bo'lib ketsin. Yoki misoldan keyingi bi ma'na shart degani shart roli olsun. Bizga muhim bo'lgan nuqta hozir buning mabniligi. Jumlada istifham bo'lib keladi ekan. Diqqat qilinglar. Jumlada shart bo'lib keladi ekan. O'rinni ifodalab keladigan aynaga o'xshash. Vaqtni mu ifodalab keladigan holatlar bo'ldi, annaga o'xshash. Mayli u makonning istifhomi uchun bo'lsin, yoki zamonning istifhomi uchun bo'lsin, yoki shart uchun bo'lsin, har qanday holatda mabni. Shu nuqta kallamizda bo'lsin. Ammo bayatdan ma'nolar bularningki biz odatda dastlab arab tili o'qishni boshlagan vaqtda bu nuqtalar eskartildi. Ayna desa qayerda degan ma'noda, anna desa qachon qayerda degan ma'noda. Masalan bunun kelgan Abdurrahmon misoli ayni tamshi qayerga ketyapsa, masalan qayerga mangding degandek. Anna taqud nada o'tirsa degandek. Shart ma'nosidagi ayna tajlis nada o'tirsa, nada o'tirsang shu yerda o'tirma. Anna taqum aqum nada o'tirsang shu yerda o'tir. Billa turayli degandek bunda shart hukm. Demak, bularning shart, makon uning ma'ni jihatdagi roli. Ammo bizga hozir lozim qolgani buning mabniligi. Diqqat qildingizmi? Ayni tamshida maf'ulun fi. Masalan, yoki iniqroq tahqiq qilgan vaqtimizda maf'ulun bih g'ayri sarih bo'lib qolish ehtimolimi bor. Anna taqud masalan maf'ulun fi va boshqa yerda shu bir grammatikalik o'rni bor bularning. Lekin so'zlar mabniga tava so'z o'g'achqa har qanday holatda bu so'zning oxirisi o'zining aslidagi holatini, bir xil holatini saqlaydi. Oltinchisi mata. Buning tarjimasini biz burunlam qachon deb o'rgangan. Qachon deb o'rgangan. Ondan keyin qachon degan so'zni ishlarni
şart vasıqıp işletkili buldu. Onda metanın iki xil rolu var. Birisi istifham, so'roqni ifodalaydi, yana birisi shartni ifodalaydi. Ondan keyin mayli savol olsun, so'roq olsun, mayli shart olsun, buning ma'nosi nima? Buning ma'nosi vaqtni ifodalaydi. Qachon degandan keyin biz bilamiz buni vaqt ekanligini. Masalan, shart olganning misoli mata tusafir usafir. Qachon safar qilsang safar qilma. Mata taqud aqud. O'ttamsan o'ttamaman. Qachon o'ttasan shu vaqt o'tirma. Ismao shart olgan holatda. Va istifhaman, istifham bo'lgan holatdagi misol mata tadhhab ila suq. Bozorga qachon borsa? Mata yati akhuk. Sening akang yoki ukang qachon keladi masalan. Mayli shart olsun yoki istifham bo'lsin, mataning roli mataning ma'nosidan qaratilmasa vaqtni ifodalaydi. Kayf bu hozir qolatdagi istifham degani kayfning yuqoridagi o'xshash asosli roli so'roq vositasi odamning navbatdagi ahvolidan. Halan degani navbatdagi ahvolidan. Masalan, kayfa jaa Xolid desa, Xolid qanday keldi? Xolid keldi desa, qandaroq keldi? Charchab qopdimi? Hozirgi ahvoli degandakcha, mavalaqa savol olgan holatda, xabar olgan holatda kayfa ant? Fi ayyi halin anta? Halan أو خبرا ما إشكي نقطة دقت قلنا حالا أو خبرا دقت قلنا حالا أو خبرا دقنا كيف نوع معنسه سراق لكن أشوف سراق جملة قايسة بلوكي كتشدو دسا حالا دقا وقتا حال بلوكي كتشدو كي نواتكي أحوال قندق دقان بلود مثلا جاء خالد قندق كبتو دسا جاء خالد راكبا جاء خالد مثلا متعابا çarçap كبتو مثلا خبرا دقنا kayfa sual vasfının cümledeki bilekliğe düşüdüğün sual qaysi bilekliğe düşüdü? Xabar bilekliğe düşüdü. Kayfa ente dese ana bi khayr xabar bilek. Kayfa del şu bi khayrdan sual olub düşdü. Ma role. Ama yeni askar tutturduğumuz ayna anna mata kayf deganlarning hammasi mabniga tava cümledeki her qandaq o'rin bo'lishidan qat'i nazar, cümledeki grammatiklik o'rinda nima bo'lishidan qat'i nazar qana qilmaydi, o'zgarmaydi. 8-incisi ayyana. Mata bilan o'xshash. Ya'ni vaqtni ifodalaydi, so'roq holatda ayyan yawmuddinga o'xshash. Lekin balog'atchilar mata bilan ayyanning o'tirigi farqni, ayyanni odatdagi ishlarga qo'llaniladigan so'roq vositasi, nima? Matani ayyanini cho'ng-cho'ng, katta-katta ishlarga qo'llaniladigan so'roq vositasi deb menda ishlatiladi. 9-incisi muz va munzu. Muz ve munzu yani din tartibinin içinde mesela iki xil ma'nosi var. Din tartibinin içinde. Abdurrahman deyapti, avvalul muddat ma'nosidan keladi. Bu vaqtda mataga javob bo'lib keladi deydi. Masalan, ma ra'aytu zaydan muz yawmul jum'a desa, bizdan mata ma ra'ayta zaydan deb so'g'an odamning javobida. Ya'ni juma kundan tartib. Endi ma kitob Arapça yazılgan kitap bo'lg'achqa, Arapchani bo'lmag'achqa bir mun jafo tortadi. Ammo biz buni din tartiblam deb asaq tugaydi masala. Shundan ham tushunsak bo'ladi. Muzmuzning ma'nosi din tartib. Qachondan beri ko'miding? Ha, Ahmadni ko'rdingmi? Yo'q, qachondan beri ko'midingmi? Qachon ko'rganding desa, mara'aytuhu muz yawmul juma kun din tartib. Ya'ni buni texmi izohlab Arabcha أول مدة انقطعت رؤيتي إياه يوم الجمعة. Yani men onu görüşüm üzülgen en avval vakit cuma günü degan gap. Cuma günden tartib ko'rmadim. Yani cuma günden ilgari ko'rgandim degandek ma'noda. Mavo bayat men ikki xil ma'nosini deb bergan-go, din tartib ma'nosi. Yani bir xil ma'nosini degandim ning ichida. Yani jami'ul muddat ma'nosidan degani ning ichida. Voy Ahmadni ko'mdingmi desa, voy 2 kun bo'ldi ko'mdim. 2 kunning ichida ko'mdim degan ma'noda. Diqqat qilsanglar, pek farqlanmaydi, lekin qaratilmasi o'xshamaydi. Din tartib ko'rmadim, ning ichida ko'rdim. Ahmadlar ko'rishdimmi, voy 1 oy oldi ko'rishmagili. Desam, o'sha muz ma'no ifodalasi bo'ladi. Buni digichining maqsadiga qarab turib, 1 oydan buyon ko'mdim desam bo'ladi. Yoki men ko'mgan umumiy vaqtini 1 oyning ichida ko'mdim deb bunda din tartib yoki ning ichida. Din tartib bo'lsa, mataga javob bo'ladi. Jami'ul muddat ning ichida bo'lib qolsa, vaqtda kamga javob bo'lib yarasa degan savol kamdan tushib qolsa. Masalan, javobni beramiz, mara aytu muz yawman deb. Men 2 kunning ichida uni ko'rib boqmadim degan bo'ladi. Bizdan so'q odam nima deb so'raydi desa, kam muddatan mara aytaydi. Zaydni ko'migili qanchalik bo'ldi sana degan. Odatdagi turmush so'zlarimizning ichida mana ikkisining qartilini sal farqlanadi. O masala ko'migan avvalgi vaqtni so'moqchi. Ma'noda ko'migan umumiy vaqtni. Buning ishlatiladigan qo'llanadigan yerlari shunchalik farqlanadi-da. Ya'ni ma'lum ko'migan umumiy vaqt 2 kundan beri
Mana şekil emas. 2 kun ichida uni ko'rib boqmadim. Butunlay ko'rishimga o ko'migan vaqtni tatib ko'rmadim. Undan ilgari ko'rganlik holatni ifodalaydi. Demak, muz-muzining 2 xil ma'nosi bor. Birisi din tartib, birisi ning ichida. 2 xil ma'nosi bor. Qanday bo'lib ketsin, bizga muhim bo'lgani, madarasi aham bo'lgani muz-muzining mabniligi. Muz-muzining mabniligi. 10-si lada ladun. Bu inde ma'noslar. Shuni tushuntirdim. Lada ladun degani ning qishida degan ma'noda. Lada ladun xuddi bizning Uyg'ur tilidami ba'zi bir ma'no ifodalaydigan 2-3 so'zimiz bor emasmi? Masalan, vaqtida, chaqda degan ikkalasi vaqtni ifodalaydi masalan. Qishida, yenida desa, ikkalasi qishida yenida ifodalaydi masalan. Lada ladun shunga o'xshash 2 so'z hamda. Almani lada desa pulsining qishida degan gap. Bunda odamning qishini ko'rsatdi. Endi inde shuni ifodalaydi. Lekin inde bilan ladaning farqi lada aniq bir uqum. Aynda abstrakt tuxum nima o'z ichiga oladi? Masalan, men hozir ko'z oldimda bir kitobda olgan pulni gapini qilayli. Dollar tizib qo'yaqli qo'yib qolsa, masalan, al-mal ladayya bo'ladi. Pul mening qishimda hozir. Masalan, ham mushuni ham al-malu indi digilib bo'ladi. Ammo hozir qishimda pul yo'q. Lekin mening hisobotimda pul bor hamdi. Hozir naq oldimda bo'lmasa-mu, pul topsam topa olmayman. Men degan puldor, masalan. Shuna vaqtda men qaybanda pul bor demoqchi bo'lsam, al-malu indi deyman. Masalan, indi malun masalan, menda pul bor. Ladayya malun, naq qishimda bor. Indi malun, qishimda bo'lsin bo'ladi, qishimda bo'lmasin bo'ladi. Shuni olib turdi aytadi. Bu ikkisining turdagi farq inda makonni ifodalaydi, buningda hudur shart emas. Ammo shu hudur ladadini shart. Ladaladunda shart. Depilib, ladaladunda bir qancha xil shiva degani har xil yurtlarning, davlatlarning, qabilalarning o'xshamasligiga ergashib buni talaffuz qilgan talaffuzlar ladan, ladun, ladin, latlut, lid degandek talaffuzlarni qiladi. Hammasi shu lada shaklda bo'ladi. Shunchalik farqni tushunib olsak bo'ladi. Xo'sh. 11-si bir qisqa qatto. Buning uyg'urcha ma'nosi faqat degan ma'noda. Uyg'ur tilimizga faqat kelgu zaman ishlatilmaydi, o'tgan zaman ishlatiladi. O'tgan zaman manfi, ya'ni inkor o'tgan zaman, bulusiz o'tgan zaman uchun. Hargiz kelgu zaman. Masalan, men sizning uyingizga hargiz bormadim degan bo'lmaydi. Faqat bormadim deymiz. Uyingizga faqat bormayman, hargiz bormayman, hargiz ifodalaymiz ayada. Ma qatto ashunchadagi faqat, ya'ni manfi modi uchun degani bulusiz o'tgan zamanni ifodalab keladi. Mara aytu qattiq ko'rib boqmadim, faqat ko'rib boqmadim degan ma'noda. Anikin out kelgusi inkar hergiz degan ma'noda kelgusi bunisizni ifodalaydi. Ladribuhu out desa hergiz umayman degan ma'noda. Demak hamda yuqoridagi 11 turliklar oldingi 27-darsdagi duruful mabniyaning davomi. Bularning har xil roli va jumlada har xil ma'nosi va balkim bundan boshqa qo'llaniladigan rolimi bo'lishi mumkin. Endi ko'p qo'llaniladigan asosiy rollarini avtor deb o'tdi, lekin bizga asosiy maqsad, mahval maqsad yuqoridagi roldan boshqami bularning mabni ekanligi. Jumlada qaysi xil ma'noda gap qolsin, qaysi xil grammatikalik o'rinda gap qolsin, buningki shakli, i'rob alomatlari grammatikalik o'rinning o'zgarishiga ergashib o'zgarmaydi. Qanday tug'ilgan bo'lsa, shu paytda qo'llaniladi jumlada. Xo'sh, endi hozir biz mabnini gibi o'qiyapmiz emasmi? Asosiy mabnilar bor va undan bir qism o'zgarishlar mabnilar bor. Abturda aytadi: "Iza udifatu zuruf ila jumla." Adad zarflar bilasizlar. Mesela yawm, sa'a degandek vaqtni ifodalaydigan, o'rinni ifodalaydigan har qanday bir ravishlar bo'ladi. Jumlaga muzof bo'lib qolsa, jumla muzof bo'lib qolsa, shu vaqtda sevarga mabni qilish durust degan gapning o'zidan ma, jaz degan gap mabni shaklda ishlatsang bo'ladi, mabni emas shaklda ishlatsang bo'ladi. Masalan, hada yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum desa, yawm muzof, yanfa'u muzof. Yanfa'u degan jumla ma o'rinda fi'ldan tarkib topgan fi'llik jumla. Yawma hazaning xabari bo'lganda yawmu deb o'qisimi bo'ladi. Ama mabni qilib yawma o'qisimi bo'ladi. Ishkalasi yo'l, to'g'ri. Undan boshqa yawma izmi shu, hayna izn, saata izn deganlarning hammasi shu muzab bo'lgan qabiladan. Shunday o'qachqa yawmu izn emas, yawma izn deb mabni qilsaqmi bo'laveradi. Ya'ni shuningdek, misli g'ayri degan ikki so'z bor, davomli qo'llanimiz ma anlar bilan birga qolsa, masalan, misli ma, misli anna, g'ayri ma, g'ayri an degandek buni qolsa, buni mabni qilsanglar bo'ladi, grammatikal o'rinda qarab o'qsa. Mabni qilsanglar g'allat tugaydi. Masala tugaydi. Oddiy hal bo'ldi.
Darabtu misle ma daraba Zeydun darabtu gayra en daraba Zeydun qiyami misle enneke taqum degan misallar hammasi buni mo'rab qilsanglar bo'ladi, mabni qilsanglar bo'ladi. Shuning bilan 28-dars oxirlashdi. Mabnining masalasi asosan tugadi. Endi biz 29-darsda davomlashtiramiz darsni. Biz kitobning ilgirki mazmunlarini bir qur takrorlab o'tish to'g'ri keladi. Biz kitobimizni cho'ng jihatdan ism, fe'l, harf deb nechaga bo'lgan to'q, 3 ga bo'lgan to'q. Ismni bir qism muhim mazmunlar, ism haqidagi, andikin ismni arab mabni deb 2 ga bo'lgan to'q. Muhim mazmunlarda mu'rab degan nima, i'rob degan nima, alomatli i'rob degan nima, mahall i'rob degan nima, masalan andikin ism arabninki munsarif, g'ayri munsarif deb 2 ga bo'linishi, ism arabninki i'robiy ahvoli ismga o'xshamasligiga qarab 9 xil i'rob alomatlarining 9 xil shaklda qo'yilganligi to'g'ri so'zlab bo'lib, biz ism mu'rab mabni deb 2 ga bo'lgan emasmi? Mu'rabda yana so'zlab bo'lib, mu'rabni asosiy mazmun jihatdan marfuat, mansubat, majrurat deb 3 ga bo'ldik. Marfuat, mansubat, majruratni marfuatni 8, mansubatni 12, majruratni 2 shaklda bayon qilib bo'lgandan keyin 5 dani tavob so'zlab mabni tugagan, mu'rab tugagan. Undan keyin mabni 8 ga bo'lgan to'q 8 qismini hozir tugadi. Endi ism mu'rabni tugadi, ism mabnimi tugadi. Eng oxirida unda i'rob mabnilik ma'noqda munosabatsiz, ammo ismi munosabatlik bir qism qoidalar bor. Odatda o'quvchilarimiz burun o'qiganlar biladi qachon harakat avomilda bir kitoblarimiz var burun vaqtlarda o'qitilgan. Shu kitoblarda shu ismga munosabatlik, grammatikaga munosabatlik bir qismda qo'shimcha mazmunlar so'zlanadi emas, shunga o'xshagan, masalan, ismning ma'rifati kerakki. Bu mu'rab mabnilik bilan munosabatsiz. Muzakkar muannas degan nima masalan? Nurg'un dars alohida muzakkar muannas deb chiqdi. Birlik, ikkilik, ko'plikdan qanday o'qib masalan? Sifat mushabba ism fa'il deganlar qanday o'qib? Biz buni sifatda bir yerda fe'lga o'xshash amal qildirdik, bir yerda ismga o'xshash muomala qildik. Masdar degan qanday o'qim? Masalan, mush nuqtalarning hammasi ismga tava, ammo ismniki mu'rab mabnilik bilan munosabatsiz, ammo bilmasak bo'lmaydigan mazmunlar. Endi dal 29-darsda biz ism munosabatlik qolgan ahkomlar haqida so'zlaymiz. Abturda aytadi al-xotima, ya'ni ismning xotimasi, mabnining emas, mu'rab balki ismning xotimasi. İsimlarning boshqa ahkomlari va qo'shimchalari, masalan, mu'rab mabnidan boshqa. U gap tugidi, mu'rab mabnining gapi tugidi. Mu'rab mabnidan tashlab o'tib turib, mu'rabdan topildigan, mabnidan topildigan ismning bir o'rtaq bir alohidlik ahkomlari bor. Manda to'g'ri so'zlaymiz. Buni bir qancha fasl fusul degani, fasllarning kichik bob paragraflar bo'ladi. Anos kelayli birinchi bob ismning ma'rifa nakirligi haqida. Biz mayli mubtado xabarini so'zlagan vaqt olsun yoki boshqa vaqt olsun, ismning alomatlarini so'zlagan vaqt olsun, ma'rifa degan gapni olib qoldik. Unda o'sha Uyg'urchada biz ma'rifa nakir degan nima desa, Uyg'urchada ma'rifa nakir degan uqumliq va uqumsiz yoki iniq yoki iniqsiz shaklda. Endi arab tilining eng chong alohidligi jumla qurashtirgan vaqtimizda asosan jumlaningki mazmuniningki sohibi unda ma'rif bo'lishini taqozo qiladi. Chunki bir jumla deganlik boshqalarga bir ma'no uqtirib berish deganlik. Biz bildirmoqchi bo'lgan gap birovlarga bog'lanishi kerak. Biz shu tushundirmoqchi bo'lgan, gap qilmoqchi bo'lgan birovlar qarshi tarafga ma'lum darajada bilinmasa, bir uqumga aylanmasa, biz uqumsiz narsa to'g'riliq haqqi bir narsa demaymiz. Biz ma to'g'riliq u odamga mavdu yaxshi demoqchi bo'lsak, yaxshilik yetkazmoqchi, ammo kim yaxshi degan uchun odamning kimligini bilish kerak. Va Ahmad yoki Mehmet yoki Ahmad Samad degandek masalan. Shu munosabatlar bilan bizning so'zlagan darslarimizda mush ma'rifa nakirning gapi bakchiq chiqdi. Masalan, addisi sifat mavsufda masalan, jiq chiqdi masalan. Biz bugungi darsda shu ma'rifa nakirlik haqida to'xtaymiz. Ism ikkiga bo'linadi. Al-ismu ala qismayn, ma'rifa va nakira. Ma'rifa nakir deb, ma'rifa deganimiz muayyan bir narsani ifodalaydigan ismini. Iniq degan vaqtimizda iniq ismi. Iniq ism degan gap iniq bo'ladi o'sha hamda. Boshqa gap yo'q unda. Bu 6 turli bo'ladi. Ba'zi kitoblarda 7 gapiradi, 7 gapirishi ikki turni bir qilayotgan yoki ajratayotgan ahvol qarab bo'ladi. Masalan, buning ichidagi domirlar birinchi ma'rifa. Domir deganimiz ko'rish almashiladi. Men sen u degan gap odamga nisbatan eng tunishli narsa. Men eng tunishli narsa sen. Oldimizda bo'lgandan keyin eng tuniymiz u biz gapini qilayotgan bilmaydigan odamning gapini qilmaymiz. Shunga domirlar ma'rifamizdagi eng ma'rifasi. Ikkinchisi a'lam. Xas ismlar. Üçüncüsü mujmal ismlar, ya'ni ko'rsatish almashtirilgan
nisbiy almashlarni da'vatida ism mavsullarni. To'rtinchisi lam bilan ma'rif bo'ldi qasimlar. Lamlarning ahvolini ancha-muncha deb o'tdik darasining beshida lam ya jins uchun keladi, turini ifodalash uchun yoki istiqroq, umumiylikni ifodalash uchun keladi yoki ahdi, ma'lum bir nuqtani ifodalash. Har holda jinsni ifodalasimi bir tur, muayyan bir hukmga ega bo'ladi, bu ma'rif bo'ladi. Umumni ifodalasa umumiy bir hukm bo'ladi, bu bizga nisbatan aniq bo'ladi. Yoki muayyan ma'lum ayrim bir turini ifodalasa, bir shaxsni ifodalasa o'xshashlar bizga nisbatan tunishlik bo'ladi. Yoki yuqoridagi ma'riflarning biriga muzof bo'lgan bo'lsa, muzofillarning quvvati bilan muzof ma'rif bo'ladi. 6-inchisi nido bilan ma'rif bo'lgan deb jami 6 xil ma'rif va 3-inchisi mubahamat ismi ishoratlarning ismi mavsul ikkisini o'z ichiga olgan odatda kitoblarning ba'zida mush ikkisini ayrim til qilib ism ma'riflar necha bo'ladi? 7 bo'ladi. Andos kelayli ma'riflarning eng ma'rifisi mutakallim damir, ya'ni ana nahnu. Onu deş hacası çünkü adam en tanıdığın narsa özü. İkincisi muhatap, ikinci şahıs. Entiga o'xshash. Üçüncü şahıs huwa. Ondan keyin alam degan nima desa, alam deganimiz xossim. Endi xossim deganni bizdan so'rab qolib nima desa, shu birodarning muayyan ismi hamda. Masalan, bir balam tug'ildi, buning ismini qo'ydim Muhammad deb. Bir balam tug'ildi, ismini qo'ydim Ahmad deb. Odatda qo'shnining bir balasi va Ahmad deb. Mening bir balam bor Ahmad deb. Ikki Ahmad. Lekin mening ig'zimdan chiqqan Ahmad qanday bir jumlada bo'lsin, ikkili Ahmadga mangmaydi, birga mangadi. Alam shunchalik ma'rifasimki, o'xshash ikki alammi, o'xshash ikki shaklli ikki alammi, masalan, Ahmad kaptu desa, tabiiyki bu Ahmad kaptu degan jumladagi Ahmad cho'qqum ya mening Ahmadim ya qo'shnimning Ahmadi. Ikkilisi Ahmad bo'lsa-mu erishib ketmaydi. Alam shunchalik xos. Shunchalik muayyanlashtiriladi. Shunga davotdir. Alam degan nima desa, muayyan bir narsaga tayinlangan ism bihayf shu darajada tayinlanganki, aning g'ayrini bir qitim tayinlash o'z ichiga shu bir ism bir odamga mangadi. Shu bir ism bir quyaldi, ikkinchi bir odamga mangmaydi bu ism. Masalan, Zayd desak, yana bir Zaydga mangmaydi. Yana bir Zayd qum bilan bo'lish kerak u. Ondan keyin 3-chi ma'rifa mubahamat, ya'ni mubahamat degan ikkini o'z ichiga oladi, ism ishoratlar, ism mavsullarni hada allazi Ondan keyin muarraf billam alif lam bilan ma'rif bo'lgan ismini o'zini so'zlaymiz. Ondan keyin yuqoridagi izofat ma'rifalarning biriga izofat ma'naviy shakli. Biz izofatni ikkiga bo'lgandik, izofat lafziy, izofat ma'naviy deb. Izofat lafziyning ma'naviy jihatiga hech qanday bir ta'siri yo'q. Faqat jumlada bir lafziy jihat yengillik paydo qilish uchun ikki so'zdan keyin bir so'z qilib qo'ydigan bir mo'g'achqa buning ma'noga qildigan ta'siri bo'lmaydi. Hadagi ma'no qildigan ta'siri shu izofat ma'naviy bo'ladi. Kitobi Said o'xshash. Mana bu mudofillayning quvvatida degani, mudofning ma'rif bo'lishi mudofillayning ahvoliga qarab bo'ladi. Ondan keyin nidolar muarraf bo'lgan ism ya rajul tartib mushu bo'yicha bo'ladi, ma'riflarning tartibi. Mushu bo'yicha nusaq bo'ladi. Ondan keyin nakir degan nima desa, bayatdan biz ma'rifat to'g'ri so'zlagan hukmning dal aksi muayyan aniq bir narsani ifodalagan ma'rif bo'lib qolsa, aniqsiz bunda cheksiz bir hukmni ifodalasa nakir bo'ladi. Rajul esa odam degan gap ham bu bizning Uyg'ur tilida. Bu odam degan mush kishining hammani ko'rsatdi. Faraz desa dunyodagi butun otlar, ot degan hukm muayyan ot emas. Hatto mening etim emas. Yo'lda ketayotgan otmo emas. Otmo cheksiz bir hukm. Agar qandoq turmush ot degan hukm shunda bir doiraga kirib qolgandan keyin ma'rifalashadi. Masalan, al-faraz esa heliqat. Masalan, yoki palani ot, yoki pukuni ot masalan degandek, shunda bir yerga oqqandan keyin bir yerga shunda egilgandan keyin buning ma'nosi ma'rifaga aylanadi. Yoki xoslashidir. Haliqi mubda nakir bo'lsa mubda bo'lish to'g'risida yerda bir turli xoslas degan gap, cheksiz hukm ma'lum darajada cheklansa, bir doiraga kirsa, bir turga kirsa, har holda bir hukmga ega bo'lsa, unda ayrig'iladigan har holda. Ma'rifa bo'laverdi, shu ma'rifaga yiqilish degan gap. Nakir degan shu uning hukmining cheki yo'q bir doira. Xo'sh. Endi bugun bizning 29 darsimizning dagi xotimida bir qancha fasl bor degan to'q. Birinchi faslda biz ma'rifalar haqida so'zladik. Ikkinchi faslda adad ismlar haqida. Adad ismlar deganimiz sonlar haqida so'zlaymiz. Biz darsga kirishdan ilgari sonlar to'g'riliq umumiy bir tushunchani bir o'tib bo'lgandan keyin darsga kiramiz savoqdoshlar. Diqqat qilinglar. Endi arab tilidagi butun sonlar 1dan tortib 9gacha bo'lgan sonlardan tarkib topadi. Bunun qoidasi 1-2 bir qoida, 3 4 5 6 7 8 9 bir qoida. Mushu bo'yicha ma'noda. 11 12 bir qoida, 13 19 bir qoida bo'yicha 21dan 21 22 ikkisi bir xil,
23'tün tatib 29'gacha bir xil, 31 32 bir xil, 33'tün. Mana şekilde mağdı bu. Hammasi. 10'lik bir xil, 100'lik bir xil, 1000'lik bir xil ayrılıp mağdı. Bunu biliriz üçün biz avval gapni sanning keynida keladigan tamyizdan boshlaylik. Ya'ni sanalg'uchidan. Har qanday sandan keyni sanning bir sahibi bo'ladi. 2 kitob, 3 kitob, 4 kitob, 5 kitob degandek. Birdan tatib 9-g'uchi bo'lgan sonlarda 1 bilan 2 ni tilg'anmaymiz. Chunki odat arab tilida 1, 2 degan son yolg'iz asosan qo'llanilmaydi. Chunki so'zning o'zidan ifodalanadi. Bir kitob demak bo'lsa kitobun bas. Vahidni ekanimiz hakim bo'ladi. 2 kitob demek olsak kitobani deymiz. Vaqtda isnanni ekanimiz hakim bo'ladi. Gapni neden başlaymiz? 3'tün tatib 9'gacha. Biz avval tamyizdan boshlaydigan bo'lgan. Diqqat. Biz avval tamyizdan boshlaydigan bo'lgan. Ya'ni sonning keyingi sanalg'uchidan. 3'tün tatib 9'gacha hisobda 10'gacha bo'lgan sonlarning keyindagi ism ko'plik zir holatda keladi. Bu birinchi qoida. Kalon tutulanglar. 3'tün tatib 10'gacha bo'lgan, hisobda 9'gacha bo'lgan sonlarning keyindan kelgan sanalg'uchisi ko'plik zir holatda keladi. Salasatu kutub, arba'atu kutub, khamsatu rijal, sab'a nisa, niswa. Hammasi ko'plik zir holatda. Kutubin, nisain, rijalin, tullabin degandek ko'plik zir holatda keladi. Tamommi? 3'tün tatib 9'gacha bo'lgan sonlarningki sanalg'uchisi ko'plik zir holatda keladi. Mana sonning sanalg'uchisining gapi. Endi sonning gapiga kelsak, son keyindagi sanalg'uchi arab qolsa ayollik shaklda, ya'ni talik. Ayol olib qolsa erlik shaklda keladi. Bayat men sanadim isonda bo'lsa salasatu kutub dedim. Kitob degan erlik o'g'achqa salasatu takeldi. Arba'u niswatin dedim. Nisvat ayollik o'g'achqa arba'u deb nimasiz keldi, ta'siz keldi. Buni shu bo'yicha 3'tün tatib 10'gacha bo'lgan sonlarning o'rnida birlik sonlarning masalasi tugadi. Qayt bir takrorlay, sonlarning sanalg'uchilik masalasi 3'tün tatib 9'gacha bo'lgan sonlarda ko'plik zir holatda keladi. Sonlarning o'zida erlik ayollik, ayollik erlik keladi. Bas. Mana tugadi. Endi 11'dan tatib 99'gacha bo'lgan sonlarda avval sanalg'uchiga kelaylik. Sanalg'uchida birlik zir holatda keladi. 11 taliban, 15 taliban, 21 taliban, 55 taliban. Hammasida birlik zir holatda keladi. Mana sanalg'uchining gapi tugida. 100'gacha bo'lganlarlikda, 99'gacha bo'lganlikda sonning o'zining gapiga kelsak, 19'gacha bir hal qilib olamiz. 11 12 da 1 bilan 2 erlik ayollik keladi. 11 rajulan ahad. 12 rajulan. Ayollikda 11 imraatan. 12 imraatan. Birlikka partisaning gapi ta 10'ning gapi nuqtaga. 1 bilan nimaning gapi? 2ning gapi. 1 bilan 2ning gapi. 13'tün tatib 19'ga bo'lgan sonlarda iboyatni o'rgangan bo'yicha erlik ayollik, ayollik erlik. 13 rajulan. Erga ayollik. 15 rajulan. Erga ayollik. 17 imraatan. Ayolga nima shaklda? Erlik shaklda keladi. Mana 11, 12, 13, 14 ga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'un gibi. 1 bilan 2 erlik, ayollik. 3'tün tatib 9'gacha erlik, ayollik. Endi ikkinchi songa kelaylik. 10 ga. 11, 12 10 kelsak, 10 boshdan oxir erlik, ayollik. Ya'ni erlikka 10, ayollikqa 10 ta keladi. Tamam. 19'gacha tugadi, ha. Endi 20 dan oshgandan keyin 20, 20
30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 degan masallar er ayolga farqlanmasdan keladi. Bunun sanalg'uchisining gapini qilib bo'ldik, hammasi birlik zor keladi. Lekin sonlar o'z betdi. Buning qishida keladigan podshohga kelsak, podshohning ahvoli 11 dan 19gacha o'xshash. 21-22 da 1 bilan 2 erga erlik, ayolga ayollik. 23 dan tortib 29gacha erga ayollik, ayolga nima erlik shaklda keladi. 99gacha shu bo'yicha ketadi. Ondan keyin 100 ming deganlar yolg'iz gap qolsa, keyingi sanalg'uchi erlik birlik zir holatda keladi. Birlik zir holatda. Erlik ayollik farq etmaydi. Bütün sonlarning ahvoli mana shu. Biz hozirgi darsda mush ahvolni so'zlaymiz. Hozirgi dars va undan keyingi darsda qolgan kim qolgan yo'q qolsa, biz to'liq qo'yadigan mazmunlarni inshaalloh dars to'liq qo'yamiz. Unda hozir qaranglar. Men sizlarga tushuntirib bo'ldim mohiyati masalani. Kitobda faqat tug'izib olsanglar bo'ladi, ha. Unda hozir kelaylik 2-faslda Asmaul A'dad deydi. Ya'ni sonlarning ismlari, son ismlari. İsmlar degan nima desa, narsalarning birligining miqdorini ifodalash uchun tayinlangan ismlarda turadi. Sonlarning ismlarining asli yiltizi qurilmasi faqat 12 so'z. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ming. Mushundan tarkib topadi bütün sonlar. Biz sanaydigan bütün sonlar mishen tarkib topadi. Buningki 1 bilan 2 deki qo'llanishi qiyos bo'yicha, o'lcham bo'yicha erlik, ayollik. Ya'ni muzakkarga ta'siz, muannasga ta'vilan bo'ladi. Rajuldu vahid isnayn erda ikki erda isnatayn, ayolda vahida, ikki ayolda isnatayn yoki sintayn shaklda keladi. Kalangda mushu tug'zuranglar. 1 bilan 2 erga ayollik. Erga ta'siz, ayolga ta'lik. 3 dan tortib 10gacha bo'lgan sonlarda ala xilofil qiyos qoidaning ta'tirisi erga ayollik, ayolga erlik. Ya'ni muzakkarga ta'vilan aslını qaranglar. Velil muannas biduniha ki ayolga ta'siz. Masalan, 3 rijal, 10 rijal, g'icha ash'ar bayat hemen depadim sizlarga. Ayolga ta'siz ki 3 nisva, 4 nisva, 5 nisva, 6 nisva degandek 10 nisva g'icha. Mahalat manda. Endi 10 dan uqatga o'ssak, masala o'zgaraydi. Ama taqsallarning masalasini bayatdan qildik. 10 bilan 12 at patsan 1 bilan 2 erga erlik, ayolga ayollik. Lekin 10 erga erlik, ayolga ayollik. Masalan 11 erga ahada. 12 isna. Ayolga 11 ihda, isnata 10 isnata. Am 10ni o'zga qarasak erga erlik 10, ayolga ayollikka 10. 13 dan 19 bo'lgan sonlarda 13. 3 dan 9gacha bayatdan biz ta'tirdiga emasmi? Erga 3, ayolga 3. Erga 9, ayolga 9. 10ni o'zga qarasak erga 10, ayolga 10. Mana shu bo'yicha bo'ladi. Men bayatni buni darsning boshida tafsil tushuntirib o'tdim. Qillarni yig'sanglar, zehningni yig'sanglar, son masalasi intayin oddiy masala saboqdoshlar. Ondan keyin 100 ga o'tgandan keyin, 20 dan o'tgandan keyin ba'da zalika taqul degan undan keyin deysa 20, 30, 40, 50, 60, 70 degan sonlar er ayolga farqsizki 20 rajulan, 20 imroatan. Farqsiz 99gacha. Endi 20 dan keyin biz bayatdan o'rgangan bo'yicha apmaqsaq bo'ladi. 1, 2 deganlar qiyoslar ergarlik, ayollik. 20, 30, 40 ana bu bütün sonlar er ayol farqsiz. 3 dan tortib 9gacha bo'lgan parchalari erga ayollik, ayolga nima erlik shaklda ta'tur. Andagan sanalg'uchilar birlik zo'r holatda keladi. Masalan 21 rajulan, 21 imroatan, 99 rajulan, 99 imroatan deb mana shaklda ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu bo'yicha. Endi qolgan sondan qolgan tarbiyalayli 30 dars keldik. 30 dars keldik. Biz bayatın darsda ta'tur başladık darsni. Avval sanalg'uchidan başladık. Sanning keyinidagi sanalg'uchidan. Andigan sanni tushundik. Lekin kitobimizda hozirga qadar san to'g'ri quvvatimiz, sanalg'uchi to'g'rilik gap yo'q. Butunlay attur sanni tugatdi. Ammo men sizlarga avval sanalg'uchini deb bo'ldim. Sanalg'uchining ahvoli 1 bilan 2 da sanalg'uchi ketmaydi. Taq so'zildi. 1 2 degan yerda. 3 dan tortib sanalg'uchi ketadi. 3 dan tortib 9gacha bo'lgan sonlarningki keyindagi tamyizi, sanalg'uchisi ko'plik zir holatda keladi.
11'den tatib 99-gacha bo'lgan sonlarning birlik zir holatda, 100 ming deganlarning birlik zir holatda, bas mushu bo'yicha ayirsanlar bo'laveradi. Abturda aytadi, son ismlarining qolganlari haqida mi'at rajul, mi'atu imra'a, alf rajul, alf imra'a, mi'ata rajul, mi'ata imra'a, alf rajul, alf. Qarasanglar, erdan ayolning o'tirini qanday qilmasdan, ayirmasdan hammasi o'xshash kerak bayatın degan bo'yicha. Fa iza zada 'ala al-alf wal mi'a, 100 mingdan eshib ketsa, biz bayatın o'rgangan qoidaning qiyosi bo'yicha qo'nildigini shu 1 bilan 2 er ayollik, erlik ayollik, ayollik ayollik, erlik erlik. 3 dan 9 gacha bayatın degandek. Mushu bo'yicha qurashtirsak bo'ladi. Sal turib qurashtiramiz buni qolganini. Son qilib boqamiz a. Andikin sonlar ko'payib ketgandan keyin, masalan 10lik, 100lik, 1000lik qilib ko'payib ketgandan keyin, sonlarning tartib jihatda ikki xil sanash qoidasi bor. Ammo biz ma'noda burunqi sanash qoidasini so'zlaymiz. 1000lik 100likka muqaddam qildi. Avval 1000ni tilga olamiz. Qancha ming bo'lsa? Birlik 10likka muqaddam qildi. Unda o'ganda tartib qana desa, avval 1000lik, andiki 100lik, andiki birlik 10lik. Ya'ni mancha ming, mancha 100, mancha. Masalan, 1545 deganda Uyg'ur tilidan arab tiliga o'xshamayotgan tarafda 45 ta. Arab tilida 5 ni burun tilga olamiz, 40 ni keyinida. Qag'aya o'xshash. Masalan, 5000, 5000, avval 5000 tilga oldik. 400, 400, 400, 45, 5 va 40. Demak, 1000, 100, birlik 10lik. Bunda shaklda. Masalan, menda mening qashimda hozir 1121 odam bor demoqchi bo'lsak, indi 1000, burun 1000 tilg'ilnadi. 1000 va 100, 1100 21. İnsanlar bo'lsa har son o'tirg'i o'kiladi. Andan eng oxirdagi rajulan nimaning tamizi? Ma sanalg'uchi qaysininga tava desa, eng oxirgiga tavaki 21 ga tava. 21 ning 11 dan 99 bo'lgan sonlarning birlik zor keldi ya, ashta keladi. Ammo 1000 bilan kelib qolsa, 1000 rajul bo'lib qolsa, 1000 rajulin bo'ladi vaqtda. Yana sanayli 1000, 2000, 300, 300, 22, 22. Rajulan 22 ninki. Rajul o'g'achqa isnan erlik 20 farqsiz keladi. 4745 demek olsak 4000. 700. Diqqat qilsangiz, son bilan son bir vaqtda muzakkar muannaslik farqi turadi. Masalan, 1000 degan muzakkar o'g'achqa 40 deb ta'lik qiladi muzakkarga. 100 muannas o'g'achqa 70 deb ta'siz qiladi. 4000, 4000, 700, 745 rajul. Ala zalikal qiyas qolgan qoidalar mushu bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Sanni yezib qo'yib mushu bo'yicha sanab baqsanglar bo'ladi. Tamam. Endi keldik tegishlik muhim gaplardan birisi. Men bayatın deb qo'ygan darsning beshida 1 bilan 2 yolg'iz qo'llanilgan vaqtda tamiz ketmaydi, shundaymi? Tamiz ketmaydi, sanmi ishlatilmaydi hatto. Shunga turib aytadi, 1 bilan 2 ning tamiz yo'q. Tamiz yo'q. Chunki shu mumayyiz, tamizning labzining o'zi sonni tilg'ilishdan behojat qiladi. Tamiz emas, tamizlam so'zlab qo'ysak son ketmaydi. Indi rajul desak shu bir odam degan gap, indi rajulan 2 odam degan gap. Ammo qolgan sonlarda cho'qim kendiga tamiz farqlantiruvchi sanalg'uchi bo'lish kerak. Bu bir. Undan boshqa 3 dan 10 bo'lgan sonlarning farqlantiruvchisi zir ko'plik, buni deb bo'ldim. Salasatu rijalin, salat nisva deb. Lekin sallarni mush lekin degan gapni unutib ketinglar. Gap shu, qoida shu. 3 dan tortib 9 bo'lgan sallarning butun keyinni kelgan har qanday so'z ko'plik zir shaklda keladi. Ammo sizlar bir narsa o'ylab baqsanglar bo'ladi. 300 degan sonni qo'shtirgan vaqtda salasatu mi'a. Salasaning keyindagi son, ya keyindagi so'z ko'plik zir shaklda keldi-ya. Mi'atin deb zir shaklda keldi, lekin mi'a deb birlik shaklda keldi desa, mushulam bayatni degan qoidaning sirati bo'yicha birlik shaklini saqlaydi. Chunki 100 degandan ko'plik shakli olmag'achqa birlik shaklda keladi. Shunda o'tadi illa degani lekin sanalg'uchi 100 degan so'zning lafzi bo'lib qolsa, lafzal mi'a degan gap 100 degan so'zning lafzi bo'lib qolsa, shu vaqtida zir birlik holatda bo'ladi. Salasa mi'atin deymiz. Bizning so'zlagan bo'yicha qiyosimiz, val qiyos degan gap biz o'rgangan qoida salasa mi'at yoki mi'in deb ko'plik qilinish kerak. Lekin arab tilida anda ko'plik qilingan ahvol asosan qo'llanilmaydi. Shunga mushu bo'yicha bir talli o'rinda mushu 100 degan yerda 3 dan 9 bo'lgan sonlarning tamizi 100 bo'lib qolsa,
100 bo'lib qolsa birlik zir holatga keladi. Qolgan har qanday so'z ko'plik zir holatga keladi. 11dan tarif 99 bo'lgan sonlarning tamyizi sanalg'uchisi birlik zo'r keladi. Buni bayatında dedik. 11 rajulan 11 imra'atan 99 rajulan 99 imra'atan. 100 mingning va bu ikkisining ikkilikninki va ko'pliklarining hammasining tamyizi zir birlik holatga keladi. 100 rajulin 1000 imra'atin 100 imra'atin 1000 rajulin 1000 oxirgi misolcha hammasini qolgani shu bo'yicha qanaqa qilsanglar bo'ladi, farqlantirsanglar bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimizda so'zlanmoqchi bo'lgan mazmunlarning son muhim mazmunini egallaydi. Buni so'zlab o'tdik. Ham o'quvchilarimizning tavsiya qilganimiz shu bugungi darsdagi sonlarga sal qaralmasa, masalan tatbiqotda bugungi darsning tatbiqotida biz darsning 5idagi aynamata, muz, munzo hal degandek out qat degandek zarflar to'g'ri so'zildik. Buning tatbiqotlari do'stkuti bor. Va shunga i'rob berilgan oyatlarni akab qo'ydik. I'rob berib o'zinglar qanaqa qilsanglar bo'lsa, sinab boqsanglar bo'ladi. Undan boshqa undan keyingi mazmunda ravishlar to'g'riliq ba'zi mazmunlarni so'zlagan bo'ldik oldingi darsda. Masalan, ma'rifat nakirlik, ravishlardan boshqa ism munosabatlik, ma'rifat nakirlik, damir, mubham, mu'arraf degandek ularning misolini berildi. Ondan keyin eng oxirgi tatbiqotda mush son haqida bir qism mashqlar berildi. Masalan, 5 rajul, 4 nisa deganda bunda son chizib qo'ydi. Sizlar uni o'zingizlar mashq qilib ko'rib baqsanglar bo'ladi, tuni i'rob bersanglar bo'ladi. Ondan keyin do'stga berilgan tundagi misollarga amaliy o'zingizlar ishlab baqib, misollarni amaliy i'rob berib baqib, yezib baqib, bo'libmi bak tavsiya qilganimiz musallarni o'qish, ravon o'qish. Ondan keyin yeziqchini xatcha yezish masalasi bak muhim masala. Nurg'un o'quvchilarimizning ojizligi biz bilib turibmiz. Kitobni o'qib ketaverib, son kelib qolsa, o'zi tushunadi, atlab o'tib ketadi, o'qimaydi masalan sonni. Shunimi vas o'qiydigan bir xil holat shakllantirish uchun ko'p mashq qilish kerak. Shu o'quvchilarimizning talab qilganimiz shu tatbiqotlarni obda ishlasa, shunga bugungi darsimiz oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.